Xotin har kuni kir mashina olib bering deb quloq miyasini yetgan akalarimizga ixtironi zo'r. Endi hech qanday rasxodlarsiz uy sharoitida ham mana shunday kir mashina yasasangiz bo'ladi. Bunga ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Oddiy shu musor paqir, bambuki velosiped kerak bo'ladi. Velosiped qancha tezroq aylab, tezroq haydasangiz, o'sha paqirdagi kirlarni kir mashina bilan bir xil qilib yuvib berar ekan, tozalab. Keyin buni quritishni yo'li ham qiyin emas ekan. O'sha 10 litrli bakalashka kerak bo'ladi. Keyin shu matapilan ip kerak. Matapilan ipini ko'proq va tezroq tortsangiz, kir mashina bilan birga bir qilib siqib quritib berar ekan. Keyin qurigan kirdi shu xohlagan yeringizga yeyib shu quritishingiz mumkin. Bunisini qarang, bunga sushilka ham shart emas ekan. Ikkita diska bilan 5-6 metr arqon birinchiga shu usulda baylab qo'ysangiz, osib, quyosh aqib o'tganda bu yoqqa aylantirasiz. Salqin agar tushib qolsa, bu yoqqa tortasiz quyosh tomonga. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoni mana shunday xotin har hasha qiladigan do'stingizga jo'nating.